Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Craft Zeri. Do'stlar, biz bugungi videoda One Block o'ynaymiz. Qani bo'lmasam, let's go. Oy, mana One Blockga ham kirib oldik. Endi bo'lmasam bu mana yozib ham qo'yibdi. Bu yerni kazing deb. Mana bizda birinchi sandiq. Mana bu kitob bizga kerak emas. Vaqtni olamiz. Mana bu yerlarni biroz kengaytirib olamiz. Bizda 15 ta level bo'lar ekan. Mana qo'ycham spawn bo'ldi. Endi bu yerni ham biroz mayli, hammasini unutamiz. Va blokni qazishni davom ettiramiz. Yo'q. Yaxshi, qo'y. Bularni saqlash kerak. Bizda kelajakda umuman ovqatdan muammo bo'lmaydi shekilli. Do'stlar, bizda yog'och bor ekan va men bulardan albatta silab yasayman. Chunki men bu yerni kattaroq qilishim kerak. Do'stlar, bizda suyak blok ham bor ekan va men bundan 9 ta bone meal yasab bo'ldim. Yaxshi. Narsalar bizga juda ham kerak bo'ladi. Mana bunaqa birch yosh maydalanganlarni hammasini silabga aylantirib chiqdim. Hali bizga juda ham kerak bo'ladi. Men birinchi navbatda mana bu hayvonlar uchun platforma quraman. Qani ketdik. Men buni tashqi tomonini ko'rib bo'ldim. Mana bu kitob endi nimaga kerakligini bilib olasiz. Mana aktiv qilib oldim. Endi qarab turing. Hoppale, mana o'zingiz ko'rdingiz nimaga kerakligini. Mana menga boshqa yetmadi. Endi yasavoramiz. Daraxt ham o'sibdi. Mana men bu yerni bitkazib bo'ldim. Endi mana bu ikkalasini bizda keyingi sandiq. Oy.
Bize buları ko'paytirsak bo'ladi. Buni ham. Endi biz mana bular uchun ham bitta platforma qurib olsak bo'ladi. Let's go. Bizga loyiq yetmay qoldi yarimiga. Oy. Oy. Do'stlar, bizda birinchi feyz tugadi. Endi ikkinchi feyzga o'tamiz. 30 soniyadan keyin. Do'stlar, bizda keyingi level cave bo'ldi. Ya'ni endi full toshli instrument bo'lsak ham bo'laveradi. Ha, aytgancha zombilar ham chiqib qoldi. Yana bitta tosh iltimos. Oy. Oy, mana sazotlarni ham ekib oldik. Oy. Oy. Do'stlar, mana men buni ham bitirib oldim. Buni ustini yopib qo'yish kerak, bitta blok qo'yib. Mana do'stlar, mana bu yerda bosib kiramiz va shundoq qazaveramiz. Zombi yoki skelet deganda esa urib o'ldirib qo'yaveramiz. Yaxshi g'oya, qani bo'lmasam ketdik, qazishni davom ettiramiz. Mana rejam ham ish berdi. Ular yonib bo'laveradi. Oy, bizda sandiq. Bunun ichida kamon va o'qlar. Oy. Oy. Nice. To'xtang. Faqat o'tkazib yubormang. Do'stlar, shu joyda sizni ozgina vaqtingizni olaman. Iltimos, men Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalimga qayerdan o'tasiz? Mana bu yerda havola degan joy bor, shuni bosasiz. Birinchisi donat alertis, undan menga donat yuborishingiz mumkin. Ikkinchisi esa meni Telegram kanalim ustiga bossangiz, avtomatik meni Telegram kanalimga o'tkazadi. O'zimda ishlatilgan barcha modlarni Telegram kanalimga tashab qo'yganman. Iltimos, o'tib bemalol foydalanishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat. Mana shu tuxumdan juda chiqsa like bosasizlar. Oy. Nice. Armor trim.
do'stlar, men endi daraxtlar uchun ham bitta platforma qurishim kerak. Uni esa mana bu yerdan quraman. Qani, let's go. Menda bor yo'g'i 40 ta yer blok bor ekan. Boshqa umuman yo'q. Bu degani endi tejab ishlatishimiz kerak. Bundan oldin daraxtlarni olib kerak. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ldi. Hali qolganini ham qilamiz. Albatta voy blok chiqsa. Yo do'stlar, allaqachon mana bu daraxtimiz o'sibdi. Endi buni chopgan nimani taqorim yetamikan? Yetdi. Asli kerak lekin tariklar juda ham kerak. Do'stlar, men bir narsaga qaror qildim. Hamma mana shunaqa qilib chiqarganman. Endi o'zim uchun ham bitta platforma quraman. Ya'ni mana bu sandiqlar uchun juda ham ko'payib ketdi. O'zim uchun qurishim shart emas. Shuni yoniga mana bunaqa yotoq qo'yib yuborsam bo'ldi. Do'stlar, men tugatdim. Mana rudalar, yog'och, kiyimlar, instrumentlar, ovqat va keraksiz narsalar. Hammasi mujassam bu yerda. Endi mana bu yerdagi sandiqlarni, narsalarni o'z joyidan olishimiz kerak. Qani ketdik. Mana do'stlar, men narsalarimni taxlab bo'ldim. Va menda 10 bitta seeds bor ekan. Bularni ham ekib o'stirib olamiz. Qani, let's go. Barchaga xayr do'stlar. Tomosha uchun kattakon rahmat. Iltimos, obuna va like bosib qo'ying. 1000 ta obunachiga erishaylik. Buning uchun sizning yordamingiz juda ham katta. Iltimos, obuna bo'lib like bosib qo'ying. Ikkinchi qismini ham kutib qoling. Ha, va kommentariyaga ikkinchi qismda nimalar qilishimni yozib qoldiring. Iltimos. Qani bo'lmasam ketdik. Barchaga xayr.